Ko'p onalar shu xatoni qiladi. Men Dinara Xudoyberdiyeva, Ma'mina Radis do'konining asoschisiman. 6 ta nafar farzandim bor va shu sohada 8 yillik tajribaga egaman va nima deyotganimni aniq bilaman. Shkaf to'la, lekin kiyishga kiyim yo'q. Nega? Chunki kiyimlar mos emas. Like bosing va obuna bo'ling foydali kontentlar uchun. Kiyim sotib olganingizda ranglari bir-biriga mos bo'lishi kerak. Hozir sizlarga aytaman nimaga. Men sizlarga 5 ta kiyimdan 10 ta obraz chiqarib beraman. Misol shimi kirib qoldi, lekin koftichkasi bor. Ranglar bir-biriga moslab olganingiz uchun hamma narsa bir-biri bilan tushadi. Mana seri yubka, ro'za kofta bilan zo'r tushadi. Agar jigaring yoki boshqa yashil yubочка olganingizda уже bundan obraz chiqargan bo'ladi. Shim, qaranglar. Hammam bu koftichka bilan mos tushadi. Hammam bu koftichka bilan tushadi. Уже ikkita obraz. Hammam bu bilan koftichka bilan mos tushadi. Zo'r. O'shaning uchun kiyim olayotganingizda har bir rangini moslab oling.